bitta she'r bilan aniq sizlarni yoshliklaringga qaytaraman. Ketdi bo'lmasa. Sevgan qizing rosa to'lib endi bo'y yetganda boshqa birov olib ketsa anam qalar ekan. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarim, bu insonni o'sha 2010-yillar pastlarida biz faqatgina ovozi orqali taniganmiz. O'sha insonni o'sha paytlarda juda ko'p insonlarning qalbidan joy egallagan originali Dilshod akamiz oldiga keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilshod aka, to'g'risi o'sha paytda faqatgina sizni ovozingiz orqali taniganmiz. O'sha paytda ko'p inson, hattoki ayol qizlarimiz, o'g'il bolalarimiz qalbidan joy egallagan insonsiz. Dilshod akamizni bitta faktda 20 yil ichida Dilshod akamizni yuzini faqatgina Vodiy Pro kimligini oshkor qilyapti. Shu paytgacha hali hech kimga intervyu bermagan ekanlar. Faqat biz bunga erishdik. Dilshod aka, endi o'zingizni hayotingizni polniy boshlang. Ijod qayerdan boshlangan va nima bilan yakunlangan? Sizni muxlislaringizga ochiq yashirmasdan oshkora aytsangiz. Rozimisiz? Mayli, mayli. Aka, sizga birinchi savolim, hamma uchun qiziq bo'lsa kerak, bu ijodga kirib kelishingiz nima sabab bo'lgan? Asosiy sabab endi tirikchilik ham shundan bo'lgan, endi to'g'risini aytish kerak. Tirikchilik ham shundan bo'lgan, keyin avvaliga o'qimagan edim. Keyin yaxshi ko'rgan qidim, erga ketgan. Keyin undan keyin o'qib, radioga ishga kirib, umuman shu narsani hali nima deydi, erkak kishi isbotlayman degan narsaga o'xshagan holat bo'lgan xolos. Hali san qarab turganda-va? Shunga o'xshashroq, shunaqa bo'lgan. Keyin o'sha ijod qilganingizdagi maqsadga erishganmisiz? Endi qaysidir ma'noda erishganman, lekin baribir u qizga erisha olmaganman. Chunki Vodiy tugul butun O'zbekiston, o'zbek tilini tushunadigan jamiki o'g'il qizlar erkaklarimiz hammasi Dilshod akamizni tanigan. Tan olinglar, sizlar bir marta o'zini eshitgansizlar-ku, to'g'rimi? Aka, o'sha ijodingiz qachon boshlangan? Yilini ayting. 2005. Qanaqa holatda boshlangan? O'sha paytlar misol ijtimoiy tarmoq, Instagram bo'lmagan, YouTube bo'lmagan. Undan oldin biz konsert, tadbirlarda yurardik. Shu orqasidan haligi bu meni qo'limdan kelish mumkinligini bilganimdan keyin, undan keyin boshlanib ketgan. Endi odatda bir ishni qilmoqchi bo'lsam yoki qiladigan bo'lsam, shu narsani cho'qqisiga chiqarishga harakat qilganligim bois shu narsani uddalaganman ash paytda. Ularni ham oddiyrog'ini yoqtirardim o'zim ham va ko'pchilikka ham shu ma'qul kelardi. Demak, o'sha she'rlar hammasini o'zingiz yozgansiz. Hammasini o'zim yozganman. Hozirgacha 2026-yil turgan bo'lsak, Dilshod akamiz she'rlari YouTubegacha bor. Lekin kim qo'yayotgani avtorini akamiz bilmaydi, lekin akamizga qiziq va ijod qilgan va hozirgacha uni shovqini hozirgacha bor. Taralayapti hatto. Aka, o'sha rosa pikka chiqqan paytlaringizda necha yosh bo'lgan? Men unda uylangan edim, lekin Uylangan paytingiz? Uylanganimdan keyin men endi o'zim bilishimcha, endi stavkam balandroq bo'lgan paytlari uylanganimdan keyin 2015-yilgacha o'sha qimmatroq yurardim to'ylarda. Shundan bilaman. Lekin to'ylarga bosh deb piyada borardim. Keyin ahranalar bilan borish darajasiga borganman. Ana. Lekin shu boshi hamma yo'q deb boshi ham shu piyada borardik, arzon pul. Noldan chiqqanman-da? Albatta noldan chiqqanman. Piyada borib, undan keyin 3 ta 4 ta ahram, bir kunda 4 ta to'y, 5 ta to'y, bir rov. Sir bo'lmasa nech bilan chiqar o'sha paytda endi? O'rtacha $100 edi. O'sha paytda $100. O'sha paytda $100. Hozir malades lekin sizlar kelgan Farg'onalarga ham ko'p borganman. Farg'ona, Toshkent. voqealarga. Endi iyalarga qimmatroq edi. Endi biz o'rtacha narx aytyapman. Oilaviy sharoitingiz, uylangan paytingizda o'sha rosa pikka chiqqan ekansiz. Oilaviy holatingizda hech to'sqinlik bo'lmaganmi? Chunki faqatgina qizlar ko'p ishtirok etardi so'zlarda. Yo'q, ayolim qirg'izistonlik bo'lganligi uchun u tanimardi ekan meni. O'sha sizning yutug'ingiz bo'lganda. Hozirchi? Endi hozir qarshi emas, meni bilishimcha. Siz obunachilarimizga bitta savol, Dilshod akamiz she'rlari, qaysi she'rlari sizga yoqqan va qayta eshitgansiz? Masalan, menga alam qilar ekan degan she'rlar juda ham yoqardi, keyin laylak qori bo'lardi. Kommentariyaga o'sha Dilshod akamiz qo'shiq she'rlarini yozib ketinglar. Dilshod akamiz uchun ham, men uchun ham qiziq. Dilshod aka, endi sizga asosiy joyi o'sha ohangda, o'sha talqinda bitta o'zingiz yoqtirgan alam qilar ekan farqi bitta she'ringizni aytib bersiz. Xo'p, aytib beraman, lekin fon qo'yish kerak baribir endi. Fon qo'yamiz. Yuragim orziqib istayman sizni. Qarshimda yo'qsizda alamdan yorib. Sovchilarni shoshirgan sochlaringizni qarayman go'yoki ro'mollar turar. Yo'q bo'lgandan uzoqdan bor bo'lib bitkim kelar. Tanangizga atir bo'lib sochilib ketkim kelar.
ko'ngil bersang ko'nglimiz g'arib ko'ngli degaysiz. Hech bo'lmasa bir bora dardimiz tinglamaysiz. Kuydi siz deb jonimiz, kuydi sharaf shonimiz. Ko'pginamiz ishqingizda bugun ham ovvoramiz. Ovvora bu jonimiz, satbora bu jonimiz. Rahm qilsa bo'lardi sizdek bir jonimiz. Haydar. Aman borasizlar. Rahmat aka. Shuncha talant haqiqatdan boshlanadi. Gaplashib o'tirsak boshqacha chiqyapti, lekin ijodga kirganda haqiqatdan o'sha paytda o'sha Dilshodbek qaytayapti. Haqiqatdan lol qolmaslik iloji yo'q. Akamizni o'sha ohangni bitta bo'lsa eslagan bo'lsalaring, bitta lak bosib qo'yasizlar. Baribir ovoz yo'qolmasa kerak. Endi formadan chiqib ketishi bor narsa, lekin baribir shu ovoz meni bilishimcha. Hozir ayni damda nima bilan shug'ullanyapsiz? Shu hayo o'yini qilamiz. Demak, hozir ham davom ettiryapsiz. Yo'q, bor, lekin taksilar bilan ishlaymiz. Mijozlar bilan hayo qilamiz. Shu. Tan olish kerak, haqiqiy bloger, haqiqiy ijodkorlar qaysidir ma'noda o'sha Dilshod aka bilan bo'ladi. Chunki yuzini ko'rinmasdan, Instagram bo'lmagan, TikTok bo'lmagan, shu yo'q bo'lib turib, tanilish, mashhurlikka erishgan. Hozir bo'lsa imkoniyat juda ham keng. Biz mana akalarimiz o'sha yoshligi paytimizda legenda bo'lgan insonlar akamni oldiga o'tirish nasib qilib turibdi. Demak, azizlar, bunday qilamiz. Dilshod akamga sizlar muxlislarsizlar, aniq qachonlardir yoqtirgansizlar. Dilshod akamga kommentariyaga savol yozib qoldiringlar. Biz o'sha savollarni saralab turib Dilshod akam bilan keyingi intervyu ikkinchi qismini olamiz. Aka qarshi emasmisiz? Yo'q, roziman. Deydi, biron bir joyga taklif qiladimi? To'g'ri. Yaxshi taklif bo'ldi. Dilshod akamiz o'sha muhitga qaytarsa ham bo'laveradi. O'sha holatga, o'sha talqinda bizga she'rlarni aytib berasiz. Rozimisiz aka? Mana kelishib oldik ekan, akamiz tayyor, faqatgina endi bag'i sizlarga qoldi. Kommentariyaga savollaringni, qo'llab-quvvatlashlarni yozsalaring, bitta saralaymiz. Akamizni bitta kunni belgilab turib, Farg'onami, Andijon, Namangan farqi yo'q. Qaysi viloyat bo'ladigan bo'lsa, akamizni o'sha yerga olamiz, o'sha holatni bitta yoshlikka qaytamiz. Nima bo'pti? Yoshlikka qaytsak nima masa qilamizda? Dilshod aka, biz sizga o'zimizda arzimas bo'lsa ham sovg'alarimizni olib kelganmiz aka. Bu tortni bergan Asilbek marketga kattakon rahmat. Bu o'zingiz muxlisingiz ekan aka o'sha paytlarda. Buni aka ko'p o'rnak ko'rasiz. Bu ikkinchi podarkamiz Tillo parfumeriyasidan eng sifatli murskiy atir aka. Yaxshi kunlarda eslab sachib ana qilaverasiz aka. Xursandman. Siz bilan intervyumiz qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Obunachilar, nima savollaring bor? Akamizga bemalol kommentariya yozinglar, akamiz o'qib javob beradi qo'ldan kelgancha. Hali ochilamiz, xudo xolasa, hali Asilbek bilan birga hamkor bo'lib ishlaymiz. Xudo xolasa. Hamma yoqqa tayyormiz.